Assalomu alaykum. Nurafshon TV telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Efirda mavzu atrofida ichida tele loyihasi. Jazirama yoz kelishi bilan yurtdoshlarimiz soya salqin joylarni ko'ngli tusaydi. Qolaversa, suv havzalari, oqar soylarga borib cho'milishni odat qilishadi hamda mana shunday maskanlarda hordiq chiqarishni afzal ko'rishadi. Ammo bunday holatlarda ularning sog'lig'iga va ayniqsa hayotlariga xavf tug'diruvchi bir qancha omillar bor. Bugun ana shunday omillar xususida suhbatlashamiz. Qolaversa, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi vakillari tomonidan aynan suv va oqar kanallar, umuman suv havzalarida xavfsizlikka rioya qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar xususida muloqot qilamiz. Studiyamiz mehmoni Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi katta inspektori Ibrohim aka Komilov bo'ladilar. Yurtdoshlarimiz faol tarzda cho'milish havzalariga, umuman mana shunday oqar suvlarga borishni odat qilishganda, bugungi kunda mana shu xavfli vaziyatlarni, xavf tug'diruvchi omillarni bartaraf qilishga aynan boshqarma tomonidan qanday ishlar amalga oshirilyapti? Bugungi kunda Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi tomonidan Toshkent viloyati hokimligi birgalikda va tegishli tashkilotlarni jalb qilgan holda Ichki ishlar, Milliy gvardiya boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda cho'kish bilan bog'liq holatlar aniqlangan joylarni qayta o'rganib chiqildi. Tahlil qilinganlar natijasida bugungi kunda Toshkent viloyatida 270 dan ortiq cho'milish taqiqlangan hududlar belgilangan. Bundan tashqari kanal, daryo, soylarda o'zi cho'milish mumkin bo'lmagan sharoit joylar bor. Ularni ham aniqlab, tegishli xizmatlar bilan hamkorlikda nazorat kuzatuv postlari hamkorlikda olib borilyapti. Bunda insonlar bilib bilmasdan kelib o'rnatilgan belgilarga cho'milish taqiqlangan joylarni ko'rib yo ko'rmay suvga tushadigan bo'lsa, borib bizdan xodimlar tegishli vakolat doirasida o'rganib, tushuntirib, bu yerda cho'milish taqiqlangan degan tushuntirishlarni olib borib, kunlik profilaktik tadbirlar tashkil etilgan. Mabodo mana shu suhbatlar kor qilmasa-da, fuqarolar borib o'sha cho'milish taqiqlangan maskanlarda borib suzayotgan, cho'milayotgan bo'lsa, ularga bir qandaydir huquqiy javobgarlik bormi? Albatta bor, huquqiy javobgarlik bor. Ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda tashkil qilingan. Qayta ushbu holat takrorlanaversa, ichki ishlar organlari tomonidan va bizning xodimlar tomonidan huquqiy javobgarlik tortiladi. 200 dan ortiq cho'milish mumkin emas bo'lgan maskanlar aniqlangan va uni ro'yxati tuzilgan dedingiz. Aynan Toshkent viloyatida cho'milish mumkin bo'lgan suv havzalari ham bormi? Fuqarolar qayerga borib mana shu jazirama kunlarda cho'milib o'zlarining ehtiyojlarini qondirishlari mumkin? Albatta bor. Bugungi kunda suv omborlari va boshqa hududlarda plaj zonalari tashkil etilgan. Ushbu plaj zonalarida odamlar cho'milayotganda maxsus qutqaruv kuchlari biriktirilgan ushbu hududdagi plajlarga. Bundan tashqari maxsus mutaxassislar balandlikda o'tirib fuqarolarni cho'milayotgan kuzatib o'tiradi, maxsus qutqaruv ballonlari bilan birgalikda. Bundan tashqari plajlarda aholining xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chegaralar tortilgan. 3 metr baland past bo'lmagan joylarni aniqlab turib, o'shanaqa joylar tashkil etilgan viloyat. Ikkita eng katta suv ombori Toshkent viloyatida joylashgan. Biri Tuyabog' suv ombori desak, ikkinchisi Chorvoq suv ombori. Tabiiyki, Chorvoq suv ombori bu nafaqat Toshkent shahri aholisi, balki butun respublika, hozir ko'ryapmiz, Markaziy Osiyoning boshqa hududlaridan ham aynan tashrif buyuruvchilar ko'paygan. Aynan Chorvoq suv omborida qanday xavfsizlik choralari ko'rilgan va qanday nuqtalar o'rnatilganki, u yerda doimiy kuzatuv asosida fuqarolarning xavfsizligi ta'minlanyapti. Chorvoq suv omborida birinchi o'rinda suv transport vositalari, katerlar, kemalar, skuterlarga alohida e'tibor qaratilgan. Sabab fuqarolar suzadigan joylarga o'tib ketmaslik, har xil manyovrlar qilishni oldini olish, tezligini ko'tarmaslik bo'yicha GPSlar o'rnatilgan. U tezligini belgilaydi, qachon qanaqa tezlikda harakat qilinganini ko'rsatib turadi. Bundan tashqari Bo'stonliq turizm politsiyasi suvda transport bo'yicha alohida shtatlar ochilgan. Bizning hududiy bo'limlarimizda ham suv xavfsizligini ta'minlash bo'yicha inspektorlar bor. Bundan tashqari Transport vazirligida ham suv transport vositalarini nazorat qiluvchi organlari bilan hamkorlikda muntazam o'rganishlar olib boriladi. Ham
qoidabuzarligi aniqlanadi. Lekin biz ko'rishimiz mumkin, Chorvoq suv omborida fuqarolar cho'milayotgan joyda maxsus o'sha suv transport vositalari turganini, mana shu holatda ularga qanday huquqiy javobgarlik bor? Fuqarolar cho'miladigan hududga bizib kirganligi bo'yicha alohida ma'muriy javobgarligi tortiladi. Bundan tashqari suv transport vositasini boshqarishga guvohnomasi yo'q fuqarolarga suv transport vositasini ijara asosida bergan suv transport egalari, kater, skuterlarning egalariga javobgarligi ham tortiladi. Kerakli choralar ko'rib borilyapti. Suv omborlarida faqatgina o'sha maxsus guvohnomaga ega haydovchilar skuterlarda sayr qildirishi mumkin, to'g'rimi? Albatta. Tartibi qanday bo'ladi? Tartibi shunday, biz favqulodda vaziyatlar fuqaro muhofazasi institutida o'qib chiqiladi. Guvohnoma olish uchun tegishli imtihonlardan o'tib, suv transport vositasini boshqarishga guvohnoma beriladi. Suv bilan bog'liq bo'lgandan keyin g'avvoslar masalasiga ham to'xtalishimiz kerakda. Mabodo favqulodda vaziyatlar sodir bo'lib qolsa, g'avvoslarimiz qay darajada shu vaqtda ular yordamga kelishi uchun? Bugungi kunda o'sha har bitta ruxsatnomasi bor plyajlar atrofida favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bilan shartnoma asosida har bitta plyajlarga g'avvos qutqaruvchilar qo'yilgan. Muntazam jangovar holatda, holatda turadi. Agar boshqa hududlarda cho'kish bilan bog'liq favqulodda holat yuzaga keladigan bo'lsa, g'avvoslarimiz tezkorlik bilan joyiga yetib borib, suvda qutqaruv ishlarini tashkil etib olib borishadi. To'g'risini aytganda, asosan taqiqlangan yerlarda cho'miluvchi shaxslarni bular bolalar tashkil etadi-da. Deylik, maktab o'quvchilari yoki bir texnikumlarda o'qiydigan yoki talabalar tashkil etadi. Umuman bular bilan profilaktik suhbatlar qay darajada yo'lga qo'yilgan? Mana hozir ta'til davri, bolalarni qanday qilib mana shu profilaktik suhbatlarga jalb qilsa bo'ladi? Qanday mana shu amalga oshirish mexanizmlari bor? Bugungi kunda dolzarb 90 kun oyligi o'tyapti. Viloyat prokuraturasi bilan hamkorlikda maktablarda ota-onalarni chaqirgan holda bolalar kelib maktablarda dam olish, ko'ngil ochish har xil to'garaklar tashkil qilingan. O'sha to'garaklarda tashkil qilingan joylarda har bir maktabga bizani xodimlar borib, prokuratura xodimlari bilan borib tushuntirishlarni olib boryapmiz. Bundan tashqari maktabgacha ta'lim va boshqa tashkilotlarning hamkorligida yig'ib turib, ota-onalarni yig'ib farzandlarini qo'riqlanmaydigan suv havzalariga bormaslik, agar jo'natadigan bo'lsa qanaqa noxush holatlarga keltirish bo'yicha hamkorlikda tushuntirishlarni berib boryapmiz. Biz xohlaymizmi, yo'qmi, cho'kish holatlari aniqlanadi-da. Toshkent viloyatida shu davrga qadar mana shunday holatlar aniqlangan bo'lsa, keling, shu suhbatimiz orqali bir qay bir ota-onaga yoki farzandga ta'sir qilsin, shuni guvohi bo'lganmisiz va bu qanday achinarli oqibatlarga olib kelishini tushuntiraylik. Eng achinarlisi, bu yil kamroq kuzatildi. Oldingi yil oddiy hovlida turgan hovuzga, suvda shiriladigan sun'iy hovuzga 3 yashar, 2 yashar bolalar tushib ketib, onasini beparvoligi, otasi ishda bo'lgan, onasi dam olgani, ovqat qilgani kirib ketgan paytda suvga tushib ketib qolib, o'sha yerda suv hovuzlarida cho'kib ketgan. Bundan tashqari 14 yosh, 15 yosh bolalar futbol o'ynaymiz deb chiqib ketib, qo'riqlanmaydigan suv havzalariga borib, kanallarga cho'kish holatlari kuzatilgan. Bundan tashqari yana bir holat bo'lgan. Otasi o'sha qo'riqlanmaydigan suv havzaga olib borgan bolasini. Birga cho'milgan. Birga cho'milgandan keyin otasi ertasi kuni ishga ketgan. Bola yana o'z boshimchalik bilan otasi yo'qligidan foydalanib o'rtoqlari bilan borib o'sha hududga borib o'sha bola cho'kkandi. Yana bir holat 17 yosh qizlar Toshkent dengizida plyaj zonasi tashkil qilingan, dugonalari bilan aylanib o'tib, biza mana o'sha plyaj zonasini dam olish kuni kuchaytirilgan tartibda fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, muhofaza qilish maqsadida bizning xodimlarimiz chiqadi. Shaxsan o'zim chiqqanman. Bir o'sha plyajdan bir 300 metr teparoqda turganmiz biz. O'sha hududga aylanib o'tib qiz kirgan dugonalari bilan yon atrofida bir bolalar cho'milayotgan bo'lgan. O'sha joyi o'zida shuncha odam cho'milayotganning o'zida o'sha qiz suvga tushib, suzishni bilmay sarosimaga tushib qolib, dugonasini tortgan, dugonasi tipirchilab chiqib, dugonasini qutqara olmagan. U cho'kib ketgan dugonasini ko'rib, vahimaga tushib, qirg'og'iga chiqib, nechidir daqiqa turib qolgan, shok holatga kelibdi. Yon atrofida shu
bolalar har xil dam olish kelgan odamlar fuqarolar cho'milayotgan bo'lgan. O'shalarga etmaganda, "Voy, men bitta dugonam cho'kib ketdi, qutqaraylik" desa, o'sha bolalarni o'zi ham qutqarib olishga vaziyat bo'lardi. Bizani ko'rib, formada inson yugur oldiga borib, "Mana shu dugonam cho'kib ketdi" dedi. Suvga cho'kdi, vadalazlarimiz kelishdi, suvga tushib 5 daqiqada o'sha suvni qizib olib chiqishdi-da. Fuqaro o'zini hayotini xavf ostiga qo'yyapti, yana qo'shimchasiga favqulodda vaziyatlar xodimi ham mana shu xavfga biriktirilyapti. Keling, fuqarolar o'zini hayotini xavfga solishi bilan bab-barobar xodimlarning ham hayotini xavf ostida qoldirayotgani xususida bir mulohaza qilsak. Bugungi kunda albatta bunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Viloyatimiz hududiga o'sha cho'milish taqiqlangan kanal, daryo, soylarga xodimlarimiz profilaktik tadbirlarga chiqqanda yosh bolachalarni suvda oqizib ketib qolganini yo boshqa holatlarni tushib o'zi suvdan qutqarib chiqqan joylari ham bor, ko'p. Asosan fuqarolarimiz qo'riqlanmaydigan suv havzi, bu kanal tez oqamayapti-yu, sekin oqyapti-yu deydi, lekin kanalni tagidagi suv juda yuqori tezlikda oqayotgan bo'ladi. Suvga tushadi, oqizib ketib qoladi. Bizning xodimlar ham uni qutqarishga tushib, amallab olib chiqishadi yo boshqa bo'ladi. Bizning xodimlar ham o'zi inson, Supermen qutqaruvchi inson emas, lekin oddiy inson o'zini jonini, hayotini xavfga solib o'sha yerda suvga sakraydi, boshqa qiladi. Suvga tashab fuqarolarni qutqaruv ishlarini amalga oshiradi-da. Ular ham 100% qutqarib chiqish imkoniyati yo'q. Agar o'sha plaj zonalariga biriktirilgan vadalazlar ham har xil cho'kish bilan bog'liq holat bo'lib qoladigan bo'lsa, ular ham ancha chuqurlikka tushib, o'zini hayotini xavf ostiga solib, o'shani cho'kkan insonni qidirishga ancha mehnat singiydi. Bizning xodimlari ham, ular ham birovni farzandi, birovni otasi. Fuqarolarimizdan so'rab qolardimki, bizning xodimlarimizni ham hayotini xavf ostiga qo'ymasdan, o'zini hayotini ham xavf ostiga qo'ymasdan, o'sha belgilangan hududlarda cho'milib, dam olib, salqinlanishini so'raymiz. Ibrohim aka, yana bir achinarli holat. Mana shu maxsus tashkil etilgan cho'milish nuqtalarida borgan shaxslar dam olaman deb boradi-da. Kimdir spirtli ichimliklar iste'mol qilib cho'milishi mumkin. Bunga ham javobgarlik bormi? O'zi umuman oqibati qanday bo'ladi? Spirtli ichimlik ichishi natijasida tana harorati ko'tariladi. Albatta tana harorati ko'tariladi, quyoshda o'tiradi, qiziydi. Suv harorati muzdek bo'lganligi sababli suvga tushgan vaqtida oyoq tomir tortishlari, badan bilan har xil reaksiya keladi. Suvda cho'kish holati ehtimoli ortib boradi. Bundan tashqari o'sha spirtli ichimlik ichib suv transport vositasini boshqarmasligi intizomiy huquqiy chora ko'riladi. Spirtli ichimlik ichgan odam yerda gandiraylab yuradi-da. Suvga tushsa undan yana o'zini boshqarish, o'zini suzish qobiliyatlarini keskin kamayib ketadi. Cho'kish holati ko'payib ketadi. Bundan tashqari ushbu holatda spirtli ichimlik ichib cho'milayotganlar bo'lsa, qonuniy huquqiy javobgarlikka tortilish choralari bor. Ibrohim aka, bugun mana taqiqlangan suv havzalarida cho'milmaslik bo'yicha muloqot qilar ekanmiz. Keling, suhbatimizni xulosalaringiz bilan yakunlasak. Cho'milish mavsumi boshlandi. Bugungi kunda kunlar isishi bilan Toshkent viloyati o'sha Bo'stonliq, boya ta'kidlaganingizdek, Tuyog'bog'i suv omborligi dam olishga ko'proq Toshkent shahar fuqarolari keladi. Cho'milishga mas'ul faqat favqulodda vaziyatlar vazirligi emas-da, butun jamoatchilik, mahalla, o'qituvchi hamma birga yondashib bir keng targ'ibot olib borilsa, bitta insonning hayoti asrab qolinadi. Bundan tashqari o'sha Chorva suv omboriga kelib dam olayotganda suv transport vositalariga chiqayotganda men cho'kmayman yo suv transport vositasi ag'anamaydi degan narsani o'ylash kerak-da. Qutqaruv jiletlari bilan birgalikda o'sha saylga chiqish, suv ombori o'rtasiga borib cho'milmaslik, belgilangan hududlarda cho'milish, bo'yla tortilgan kuzatuvchilar bor joylarda cho'milish. Bundan tashqari farzandlarni qarovsiz qoldirmaslik, hushyorlikni oshirish, kichkina farzandlarimiz bo'ladigan bo'lsa, uydagi basseynlarda cho'milayotganini ota-ona nazorati, dodoyi nazorati bo'lishini so'rab qolamiz yana. Ibrohim aka, bildirilgan fikrlar uchun rahmat. Aynan hurmatli teletomoshabinlar, butun
yoz mavsumi hali oldinda turibdi. Aynan cho'milish havzalarida sizu bizning hayotimizni xavf ostidan saqlayotgan favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari, umuman mana shu soha vakillari doimo sergak. Ammo bu sergaklik bizga yetmaydi. Boisi mana shu sergaklikka qadar biz mumkin bo'lgan suv havzalarida cho'milishimiz, umuman taqiqlangan bir harakatlarni amalga oshirmasligimiz kerak. Aynan Nurafshon TV telekanali orqali mana shunday targ'ibot suhbatlari va kompleks chora-tadbirlar to'g'risida muloqotlar olib boriladi. Nurafshon TV telekanalidan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.